Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. AQSh va Eron o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi mumkin, ammo to'qnashuv xavfi hamon saqlanib qolmoqda. AQSh va Eronning yuqori martabali rasmiylari yaqin kunlarda Ummon davlatida muzokaralar o'tkazishi kutilyapti. Muzokaralar AQShning Yaqin Sharqda harbiy kuchlarini oshirganidan so'ng boshlanmoqda. Bu harakat Eronda o'tgan oy bo'lib o'tgan hukumatga qarshi ommaviy norozilik namoyishlarining zo'ravonlik bilan bostirilishiga javoban amalga oshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, ushbu namoyishlar davomida minglab odamlar halok bo'lgan. Uchrashuv joyi va muzokaralar doirasi borasidagi noaniqliklar kelishuvni buzib yuborish xavfini tug'dirgan edi. Muzokaralar mintaqaviy vositachilar tomonidan keskinlikni kamaytirish maqsadida olib borilayotgan diplomatik sa'y-harakatlarining bir qismi hisoblanadi. Har ikki tomonning pozitsiyalari hanuz keskin farq qiladi. Umid shuki, agar muzokaralar muvaffaqiyatli o'tsa, kelajakdagi kengroq kelishuvlar uchun asos yaratiladi. AQSh Eron yadro dasturini muzlatishni va boyitilgan uran zaxiralaridan voz kechishni talab qilmoqda. Shuningdek, AQSh muzokaralar doirasiga Eronning ballistik raketa dasturi, mintaqadagi qurolli guruhlarga ko'magi va fuqarolarga bo'lgan munosabatini ham kiritmoqchi. Eron esa muzokaralar faqat yadro dasturi bilan cheklanishini ta'kidlamoqda va bu kelishmovchiliklar hal etilishi noma'lumligicha qolmoqda. So'nggi haftalarda AQSh prezidenti Donald Trump agar kelishuvga erishilmasa, Eronga zarba berish bilan tahdid qildi. AQSh mintaqaga minglab askarlarni va Trump ta'riflaganidek armadani, jumladan aviatsion kemani, boshqa harbiy kemalar va qiruvchi samolyotlarni yuborgan. Eron hujum bo'lsa kuch bilan javob berishini, Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy obyektlari va Isroilni nishonaga olishini aytgan. Eron delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi boshchilik qiladi. AQSh tomonidan maxsus vakil Steve Witkoff va Trumpning kuyovi Jared Kushner ishtirok etadi. Bu Isroil va Eron o'rtasida o'tgan yil iyun oyida bo'lib o'tgan urushdan beri AQSh va Eron rasmiylari ishtirokidagi ilk uchrashuv bo'ladi. O'sha urush paytida AQSh Eronning 3 ta asosiy yadroviy obyektini bombardimon qilgan edi. Eron hujumlaridan keyin uran boyitish faoliyati to'xtatilganini ma'lum qilgan edi. Eron rahbariyati uchun bu muzokaralar AQShning harbiy harakatlarini to'xtatish uchun so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Trumpning tahdidlari Eronda chuqurlashib borayotgan iqtisodiy inqiroz sababli boshlangan norozilik namoyishlari bostirilgan bir paytda yangradi. Namoyishchilarning ba'zilari Islom Respublikasiga barham berishni talab qilgan. Washingtonda joylashgan inson huquqlari faollari axborot agentligi kamida 6883 kishi halok bo'lganini tasdiqlaganini, bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkinligini va 50 mingdan ortiq odam hibsga olinganini bildirgan. Hozirgi inqiroz Eron yadro dasturi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi. Bu masala G'arb bilan uzoq yillik kelishmovchilikning markazida turadi. Eron o'nlab yillardan beri yadro dasturi tinch maqsadlarda ekanini aytib keladi. AQSh va Isroil esa uni yadro quroli yaratishga urinish deb hisoblaydi. Eron o'z hududida uran boyitish huquqiga ega ekanini ta'kidlamoqda va yuqori darajada boyitilgan 400 kilogramm uranni 3-davlatga topshirish talabini rad qilgan. Rasmiylar ayrim yon berishlarga ochiq ekanini bildirgan. Bunga o'tgan yili Isroilning kutilmagan urushi sababli barbod bo'lgan muzokaralarda taklif qilingan mintaqaviy uran boyitish konsorsiumi tuzish g'oyasi ham kiradi. Shuning bilan birga Eron ballistik raketa dasturini cheklash va mintaqadagi ittifoqlarini qo'llab-quvvatlash talablarini qabul qilib bo'lmasligini aytmoqda. Seshanba kuni Eron prezidenti Masud Pezeshkian Aroqchiga AQSh bilan adolatli va teng muzokaralar olib borishni topshirganini aytdi. Eron har qanday holda ham iqtisodiyotini falaj qilgan sanksiyalar bekor qilinishini talab qilishi kutiladi. AQSh uchun esa uchrashuv natijasiga qarab Trumpga harbiy tahdidlardan chiqish yo'lini beradi. Mintaqa davlatlari AQSh zarbasi kengroq mojaroga yoki Eronda uzoq muddatli beqarorlikka olib kelishidan xavotirda. Ular faqat havo hujumlari bilan Eron rahbariyatini ag'darib bo'lmasligini ta'kidlamoqda.
Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanoiy xavotirlanishi kerakmi degan savolga Trump NBC News'ga menimcha u juda xavotirda bo'lishi kerak. Ha, bo'lishi kerak dedi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio mazmunli natijaga erishish uchun muzokaralar yadro masalasidan kengroq bo'lishi shartligini aytdi. Bu odamlar bilan kelishuvga erishish mumkinligiga ishonchim komil emas, lekin urinib ko'ramiz. Nimadir qilish mumkinligini bilib olishning zarari yo'q. Dastlab Istanbulda o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralar Misr, Turkiya va Qatar tomonidan keskinlikni kamaytirish maqsadida olib borilayotgan diplomatik sa'y-harakatlarining bir qismi hisoblanadi. Biroq Eron so'nggi daqiqada uchrashuv joyini avvalgi muzokaralar o'tkazilgan Ummonga ko'chirishni va faqat Eron va AQSh rasmiylari ishtirok etishini so'ragan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.